إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muallim Sani negizinde Arab harflerin öğrenimini devam etamiz. Biz bugün h eng yumshoq h harfine yetdik. Arab tilinde h harfi 3 türlü. Ne biz bugün öğrenip turgan eng nishkasi, eng ishdan chiqib turgani h. Yani o'tirgaч o'rindiqqa o'tiramiz ish. Deb aytib qo'ya boshlaymi? Mana shu eng nishka tovush h. Var o'rtanchi h. Bundan tomoqtanchi h. H. İbarali bizning tag'in qolini hansı nuqtalisi h. Buni tomoqni qirib chiqamiz. H. H, h, h. Biz endi o'rganamiz shu hning eng h harfining eng nishkasini. Shunda bek muhim originalda arab harflarini o'rganib. Chunki kirillitsadan o'qiganda sen endi unda h bo'lsa-da, h bo'lsa-da, x bo'lsa-da, h deb o'qib ketasan. U ma'noni o'zgartiradi. Har birisi bilan har bir hning arab tilida o'z ma'nosi bor. Mana misollarni keltiraman. Shular ne uchun sen arabcha o'qirga o'rganirga kerak. Masalan, halaka. To'g'ri, h bilan aytdi. Halaka. Halak etdi. Halak bo'ldi, shular. Halak. Agarda endi halaqa bo'lsa, halaqa. Shashni bizning bilashga kesib o'tdi. Halaqa. Halaka, halagitu, halaqa shashni bilashga, ya'ni nalisini tabrik. Qara, agarda endi xalaqa bo'lsa, shular xalaqa. Xalaqa bor edi. Sizda vayt, tvarit, xalaqa. Shuna ko'ra, agarda sen hni durust aytmading ekan, ma'no to'lisincha o'zgaradi. Bik ahamiyatli arab harflari bilan Qur'onni o'qirga o'rganing. Ham bigrakda kerak o'qituvchi. Chunki sen ida aytirganmisiz? Ha, ha, ha deb. Ammo durust aytasizmi, qalin chiqami, yumshoq chiqami, o'qituvchi ko'rib tuzatagina. Shunga ko'ra, bikda muhim kirillitsadan sen ayirmaysan buni. Masalan, min sharri ma xalaq deb o'qira kerak Falaq surasida. Shulay Alloh bor etgan yovuzlikdan, ashaqlikdan Allohga sığınam deb o'qiymiz. Alloh taolo bor etgan barcha yovuzlikdan Alloh saqlasin deb. Shulaymi? Agarda xalaqlarni halaqa o'qisang, narsa bo'ladi. Ya'ni plashboshlar kelib chiqadi. Alloh bor etgan bo'lmay, shashin plashga oldiruvchilar kelib chiqadi. Shunga ko'ra bik muhim ishlarga so'zlarni, harflarni durust aytilishini o'rganirga. Demak, aytagizali, bugungi dars h harfi shular. Boshida bizning yozuvlar mana shular. O'rtasida mana o'zga yozuvlar mana bu aytib. Ham oxiridan endi yozuvlar mana bu aytib. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Aytagiz, mana bunda azrakkina bizning so'zlar bor. Hab, ham, hal, huwa. Huwa u bizning tarjima etilgan ul deb. Huwa. Huwa ul. Ul. Ammo bu ul mushkoy rod. Yani obilarga, mujiklarga aytamiz ul deb. Agarda xotin qizga aytamiz ekan, ularda hiya deb aytamiz. Hiya. Ul, женский род xotin qizlarga hiya. Hiya. Ul. То есть bu on bo'laydi, bu ana bo'la. Hum zuh aham wahab lahab. Lahab yolqin deb tarjima etilgan va ham lahum bihi minhum ilayhi ilayhim amhilkum. Aha, boshqa endi so'zlar bizga shu ikki so'zni aytsak, lahab bor endi yolqin. Ya'ni esda qoldirsak bo'ladi. Aytagiz, hozir o'qib ketamiz. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Hab. 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 Ham. هم هم هل 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 هو 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 هي 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 هم هم mana tushib qolgan hum
көрмәгәнбез. Хум бу инде абыйларга әйтелә. Мужской род дигәндә хум. Алар. Они. Күплек санда. Но бу мужской родка әйтелә. Хатын-кызга түгел. Алар дип. Хум. Әһәмиятле, мөһим. Шулай бит, мөһим дигән сүз әһәмиятле. Каян кергән? Араб теленнән кергән безнең татар теленә. Әһәм, ваһаб бирүче. Шулай бит? Ваһаб, ләһәб, таббат яда аби ләһәби ва таб, ләһәб, ваһам, لهم بهم منه منهم إليه إليهم أمهلهم Bizning шуның белән х хәрефе битте. Хәзер инде безгә нишләргә кирәк? Гадәттәгечә дәфтәрне алып, тагын да ныгытырга шушы хәрефне бер юл язабыз. Хи, ху. Һәм һәрбер шушы х хәрефендәге килгән сүзләрне язып чыга. Һәб бер юл язабыз, һәм бер юл язабыз, һәл бер юл язабыз, хуа. Әмма бу сүзләрне язганда инде тәрҗемәсен дә әйтеп язарга кирәк. Хуа, ул, хия, ул. Әмма хатын-кызга шулай алар, они мужской род. Шулай әйтеп язып чыга, 15-20-30 тапкыр шушы хәрефне укысак, безнеңчә иншалла Аллаһ ярдәме белән ул истә калачак. Әмма истә калсын өчен Аллаһтан ярдәм сорарга онытмыйк. Субханакаллаһи ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.